Bolajonlarning qishki ta'til kunlarini maroqli tashkil etish hamda ularga yangi yil shukuhini ulashish maqsadida Metallurg madaniyat saroyi ijodkorlari ajoyib sovg'a hozirladi. 2 yanvardan 10 yanvar kuniga qadar kombinat mehnatkashlarining farzandlari Qorboboni qutqarish vazifasi nomli teatrlashtirilgan tomoshaga tashrif buyurishlari mumkin. Madaniyat saroyi xodimi Igor To'xtayev ssenariysi asosida sahnalashtirilgan tomoshada turli mulk qahramonlarining yovuzlik ustidan g'alaba qozonishi aks etgan. Yangi yil ertagi bolajonlarni sarguzashtlar olamiga sayohat qilishga chorlaydi. Tomoshalar namoyishi 9:30 da, 11:00 da hamda 13:30 da 3 navbatda tashkil etilgan. Ish yurituvchi Lola Absamatova ertak tarjimasi bilan shug'ullandi. Rejissyor Madaniyat markazi bosh ma'muri Ulug'bek Amanov. Spektaklning musiqiy dizayni ustida ovoz rejissyori Farruh Shirbutayev ishlagan. Iste'dodli rassom dizayner Shahnoza Abduqulova ajoyib sahna bezaklarini yaratdi. Qahramonlar uchun kostyumlar Dilnoza Toshmatova va Lenara Ramazanovalar tomonidan tayyorlandi. Aziz hamshaharlar, barchangizni ajoyib yangi yil ertagi tomoshalariga taklif etib qolamiz. Farzandlaringiz uchun unutilmas xotiralarni hadya eting.